ishlab olmasdan keluvdi. Assalomu alaykum azizlar. Hozir mana bir amakimizga muolaja qilyapmiz. Bugun shu Qo'qon shahardan dastlab grija kasalligi bilan kelgan. Qanday holatda bo'lgan? 4-5 pog'ona grija ushlab, chap oyog'im umuman kechqurun yotolmasdan 2 kun ukol olib qarasam natija bo'lmadi. Keyin to'g'ri asalariga kelib, mana shu yerdan birinchi kursdayoq natijasini bilib, yengillashib 4 kurs olganimda 3 kurs olganimda bemalol yurib ketganman. O'shangacha oyog'im, chap oyog'im o'zimniki bas edi. Chap oyog'im o'zimniki bas edi. 3 kursdan keyin oyog'im joyiga qaytgan. 4-kursdan keyin umuman tuzalib ketgan. O'sha 2 yildan oshiq vaqt bo'ldi mana. 2 yildan oshiq vaqt bo'ldi. Arada keyin kelib turasdi, biz endi jinday suskashlik qilib kelolmadik. Endi hozir jinday pochkamiz ham kasal bo'lib keyin keldik. Kelasi deyishimizga sabab amakimda bu kishi poliartrit bo'g'in kasalliklari bilan ham kasallanadi. Shuni hisobiga 4 kurs o'sha paytda ham grijasiga, asosiy grija mana shu ayollarning hisobiga 4 kurs muolaja olgan. Poliartritning hisobiga qo'shimcha yana kurs muolaja olasiz, keyin inshaalloh to'liq yaxshi bo'lib ketasiz deganmiz. Mana hozir 2,5 yil atrofida hozir kelishdi. Endi buyraklarida muammolarning hisobiga, o'sha tizzalarda ozgina harakatlarni sal qiyinlashgani hisobiga hozir mana 2-kursda bugun 2-kuni. 2-kursda 2-kun. 2-kun muolaja qilyapmiz. Xudo xohlasa bu holatlar ham inshaalloh zo'r ketadi. O'sha buyraklarda ham hozir chap taraflarida buyrakda sal nima qilib hajmlari qisqarish, hozir shunaqa holatlar. Xudo xohlasa unisi umuman zo'r ketadi. Hozir o'zgarish bo'libdi deysiz, analiz topshirdik. O'zgarish bo'ldi dedim, chunki 5 kun olganimdan keyin o'sha natija bo'ldi. O'rtadagi analizlarimiz o'sha 5 kunlik asalari qo'yganimiz buyrakda ham o'zgarishlarni o'zi ko'rsatdi mana. Xudo xolasa 2-kursdan keyin yana bitta paxtor yana natijalarni bilamiz. Analiz topshiramiz. Qo'lda bering. Xudo xolasa kimda shu kabi shikoyatlarsa, artrit, poliartrit, revmatizm hamma turini ayolda bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qayeringiz bo'lsa bemalol murojaat qilinaveradi. Grija, osteoxondroz bo'yningizda bo'ladimi, belingizda bo'ladimi, u qizig'i yo'q, kelinaveradi. Masalan bilan chaqtirib davolaymiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida yotoqxonalarimiz bor. Qo'qon shahrida ham filialimiz bor. Navoiy massiv Oqtepa Lavashti orqasida. Umrbek tabib bizlarning YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Bemalol natijalar bilan tanishib ko'rasizlar. Salomat bo'linglar.